Bilarmidingiz, bu qishloqda bir oila eng sifatli go'sht sotish bilan shug'ullanadi. Chunki ular hayvonni tanasini qayta ishlashda hech kim bilmaydigan usuldan foydalanishadi. Hayvonlarni o'zlari boqishadi, o'zlari oziqlantirishadi, o'zlari so'yadi va eng muhimi, o'zlari qayta ishlaydi. Ularning asosiy siri esa mana shu yerda. Metal qozonda ochiq olov ustida maxsus qora smalani quyuq holiga kelguncha qizdirishadi. Keyin uni hayvon tanasiga bir tekis qilib quyishadi. Qaynoq massa teriga yopishib, barcha junglarni o'ziga tortib oladi. Biroz sovishini kutishadi. Keyin esa smalani bir harakatda yechib olishadi. Natijada junglarning barchasi smala bilan birga chiqib ketadi. Eng qizig'i, keyin hid qolmaydi. Faqat toza va silliq teri qoladi. Mahalliy aholi ularning mahsulotlarini juda qadrlaydi va go'shtni asosan u oiladan sotib olishadi. Endi savol, nega ularning go'shti boshqalarnikidan mazali va sifatli bo'lishi mumkin? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.